Qara Uyg'urlar 13-bölüm. Türkiye'deki bir aydan uzun sozulgan ta'tildan keyin Qara Uyg'urlar mushavirlari qaytajan bo'pti. Xitoy vabasi sabablik 1,5 yildak uyga solinib qolgandan keyin qilingan tunji ta'tilmi ta'tildek o'tmagan ekan. Bizdeki ko'ngilsizliklarni oz degandek, Türkiye'de yuz bergan o't va suv ofatlari hamma odamning kayfini o'chirib, hayotdan azroq bir ma'no izlashga tirishgan insonlarning orzusiga peshvo urgan ekan. Yig'ilishda sangilishib o'tirgan mushavirlarning sulg'un holatini ko'rgan qabila beshi bo'g'iq ovozda so'z boshlabdi. Yardoshlarim, bizni Alloh Uyg'ur qilib qayta yaratgandan buyon burunqidek kundagidek nag'm-navo qilgan holatimizga xotima berilgan edi. Qayg'udili yashash haqiqatan o'limdan natijasi azobnarlik ekan. Ammo insonlarda bo'lsinki, bizning qaytadan nag'm-navo bilan yashay oladigan kunimiz faqat va faqatla butun Uyg'urlar qaytadan hurlikka erishgan kuni boshlanadi. Shu vaqtgacha biz hech bo'lmasa oq Uyg'urlarning ruhida qurib ketgan, ammo bizda hali ham mavjud bo'lib turgan hurlik tuyg'usini joriy qildirishimiz kerak. Agar biz ulardek yaramsiz, nemjon holatga boldir o'tib ketsak, hammamiz tezla halok bo'lamiz. Shunga ginimizda bor bo'lgan jangovarligimizga madad beraylik. Beshimizni ko'tarib yashashimiz shart. Ruhimiz yanada jangovar qabila beshi deb kuldi bosh mushavir. Turkiyaning issiqi bizni sal ezib qo'ygan chig'i. Ammo hammamiz zimmamizdagi yukning naqadar og'ir ekanligini unutib qolganimiz yo'q. Bizning qanimizda ham oq Uyg'urlardek yerda yetib olib, boshqalarning qutqizishini tilaydigan qulluq ruhimi yo'q. Shunga ishimiz yana natijali davom qiladi. Aniq qilib aytish kerakki, markaz qurilgandan buyon yomon emas natijalar qo'lga kelyapti. Chiqish yo'lining nada ekanligini anqiramay yurgan Uyg'urlar ashaddiy dushmani bo'lgan qonxo'r Xitoyga o'xshamagan shakllarda zarba bermoqda. Turkiyadagi zarbalardan keyin qattiq sarosimga tushgan Xitoy rejimining Turkiya hukumatiga shu qadar besim ishlatib, atalmış terroristlarni tutishga zo'rlashi, to'qi yurak Xitoylarning Turkiyadan turkumlab qechishi, shundaqla Yevropa, Amerika qit'alaridagi Xitoylarning burunqidek ko'chalarda olchonshib, xotirjam jirilmaydigan bo'lib qolishi mana buning misollaridan. Vankat bilan Qaradiyevidek milliy munofiqlar o'ldirilgandan keyin da'vo sepida bir soplanish bo'ldi. Mutlaq ko'p sondagi Uyg'urlar hozir markazning yetaklashiga muhtoj holatda. Ishni yangi boshladik. His qilganim shu bo'ldiki, Uyg'urlar orasida Mahmudjon, Elyar Atushga o'xshash qon-qoniga qisas o't singib ketgan Uyg'ur botirlari oz sonda emas ekan. Ularni uzun yillardan qisas edishdan to'sib kelayotgani dal Vankatibdek milliy munofiqlar ekan. Mana hozir bunday yigitlar turkumlab maydonga chiqmoqda. Ishonamanki, bir yilga qolmay bu yigitlar Xitoyning og'zi burnini qon qilib, qonxo'r qilichini millatning beshidan tortishiga sabab bo'la oladi, dedi alohida harakat atriti mas'uli Yunus Bey. G'arb ellar bilan diplomatik aloqa qurib, mustaqilligimizni qo'llashini qo'lga keltirish faoliyatini qachonroq boshlasak bo'lasizlarcha. Bu ishni boshlashdan burun avval ularning diqqatini tortiladigan biror ish qila olishimiz kerak, dedi bir oqsoqol. Uyg'urning hozirgacha dunyoda yaratgani yo'lning o'ttirda dum yetib olib, dunyo meni qutqaz deb davron solishdan boshqani bilmaydigan. O'rnidan turib tuzukroq nafas olishga petinolmaydigan. Hatto eshak o'lib olsa bir nimasi g'ijak tortibdi degandek,
turib-turibla hallayloğunğa to'g'lab qo'yadigan bir majruh qo'lning simasidan boshqa narsa emas. Düşmaniga tükürüşkimi cüret qilolmaydigan ojiz tilamchiga hech kim yordam qo'lini sunmaydi. Şuna hozirgidek erkek tusi olgan zarbalarimiz bir mezgil davom qilsa, dunyo ondan bizga boshqa ko'zda beqishi mumkin. Ana shu chog'da diplomatiya desakmi, ovozimizni anglaydiganlar chiqar balkim. To'g'ri fikr. Xitoyga zarba berishdagi amdila boshlandi. Şu anda beshimizni ko'tarib qarasak, hamma davlatda erkin lag'aylab yurgan Xitoy diplomatlari, korxonachilari va tashviqotchilarini ko'ramiz. Qachonki bu ishlarni burunqidek kunduzlari oshkora talaga chiqolmaydigan holatiga keltirganimizda Xitoy ondan bizni e'tirof qiladi va hozirgidek xalqimizni xohlagan chiqaradigan holatidan chekinadi. Bunun uchun minglagan Mahmudjon, Elyar atışlarga ehtiyojimiz bo'ladi. Buningga hozirliginglar bormi, Yunusbek? Haras, Elyar atışning ahvoli qandaroq? deb so'radi Qabilabeshi. Elyar hozir yaxshi, bir doktorxonada davolanyapti. Ahvoli yomon emas. Hayoti xavfi yo'q. Ammo sal-maza saqayib ketishi tasdiq qiladi, dedi Yunusbek. Mahmudjon Muratlar bilan davomli aloqa qilib turyapman. Gerçi ish boshlaganga uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, aramizda bu botirlardek erkeklarning xeyli ko'pligini bayqadim. Biz bilan aloqada bo'lib, intiqom elish istikini namoyon qilganlarning soni xeyli ko'p. Ammo Uyg'urlar bakla shalg'utlashtirib etilgachga, kimning rost qahramon, kimning artist ekanligiga jazm qilish oson bo'lmaydi ekan. Ama mening his qilganim, bundaq yigitlarning soni mingdan kam emas. Bugun agar mushlarni asos qilib bir qo'shin qursak, cho'qim ajoyib jangovar bir askariy kuch bo'lib shakllanadi. Va Xitoyning onamonisini ko'z ko'rsatadi. İnşallah. Van Katib bilan Qaridev o'ldirilgandan keyin munofiq tozalash ishi to'xtab qolgandek turadi. Ama munofiqlar yanala quturab yurmoqda. Masalan, Türkiye'de birisinin öz suretini nomus qilmay Atatürk ve Tayyip Erdoğanlarning sureti bilan bir yerga esib, o'zini Sharq Turkiston Cumhuriyeti boshqoni deb Türk xalqini galvon qilib yurganligini ko'ryapmiz. Türkiye'de bu haramlıqqa ikki qo'chat urib, ko'ttoqni qistaydigan biroz chiqmadi. Bu haramliqni o sarang deyishidi ekan. Ama etrafında tang oyun qo'yishib berib olgan Türklarmi sarangmidi? Onun üstüge eliqi sabit bo'g'ra deydigan oshkor munofiqmi yer tishlash kerak edi o, dedi biri. Zalda birileri o'zini tutolmay kulib tashlagandek qildi. Bu bir qaramoqqa kulkilik ishtek tuyuladi, dedi Yunusbek. Ama bu ishga jiddiy qaraydigan odamlarmi oz emasdek. Yama yeri shuki, bu ish bütün Uyg'ur jamoatining ne kadar beparvo, yaramsiz ishkeligini ko'rsatib turibdi. Meningcha bu ishga sal vaqt ajratishimiz zarurdir. Shundoq bo'lsin, dedi Qabilabeshi. Konkret o'rinlashtirishlar sizga qoldi, Yunusbek. Muhim bo'lgani aramizdagi erkaklarni ko'plab qezib chiqib, vahshiy Xitoyga to'xtamay ajallik zarba berish ishini toki ular bizga yolurg'onga qadar davom qilishda. Xitoy bir vahshiy hayvon. U herkes bosh ekkanlarga va yolurg'onlarga rahim qilmaydi. Aksincha ularni talto'kis yo'qotishga tirishadi. Xitoy faqat va faqat o'ziga qattiq zarba bera olgan kuchga bosh egadi va uni hurmat qiladi. Bir mo'yisitimizning degini to'p-to'g'ri. Biz yo mustaqil bo'lib hayot qolamiz, yoki talto'kis qirilib ketamiz. Shunga hammamiz uyqumizni ochaylik. Haqiqiy kurash bizni kutib turmoqda. Ko'pchilik qaytadan jonlangandek bo'lishib tarqalibdi.
davomi bor.